Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Bugun men siz bilan juda muhim, hayotiy ahamiyatga ega bo'lgan bir masalani muhokama qilmoqchiman. Bu ma'lumot ayniqsa 6 yoshdan oshgan yurtdoshlarimiz uchun nihoyatda dolzarbdir. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz yoki oilangizda nafaqaxo'rlar bo'lsa, diqqat bilan eshiting. Siz hozirda juda katta yordam olish imkoniyatini qo'ldan boy berayotgan bo'lishingiz mumkin. Yoki bu imkoniyat haqida hali eshitmagan bo'lishingiz ham ehtimoldan xoli emas. Bu yangilik hayotingizni sezilarli darajada yaxshilashga qodir. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumot ko'proq insonlarga yetib borishiga yordam beradi. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hammamizga ma'lumki, yoshi ulug' insonlarimiz, ya'ni nafaqaxo'rlarimiz doimo davlatimiz e'tiborida bo'lib kelgan. Ammo shunga qaramay, ko'pincha nafaqaning o'zi, ayniqsa uy-joy, kommunal xizmatlar to'lovlari, dori-darmon xarajatlari uchun yetarli bo'lmay qolish holatlari uchrab turardi. Va o'tmishda turli xil ijtimoiy yordam dasturlari mavjud edi. Lekin ular ko'pincha murakkab byurokratik jarayonlar bilan bog'liq bo'lar edi. Hujjat yig'ish, bir idoradan ikkinchisiga borib kelish, navbat kutish kabi qiyinchiliklar ko'pchilikni bu yordamlardan foydalanishdan to'xtatardi. Ba'zida hatto birgina hujjatning yo'qligi yoki noto'g'ri to'ldirilganligi sababli yordam rad etilar edi. Bu esa afsuski haqiqatan ham muhtoj bo'lgan insonlarni qo'llab-quvvatlashdan chetda qoldirardi. Bundan tashqari, oldingi tizimda muhtojlik tushunchasi ham biroz cheklangan edi. Masalan, agar nafaqaxo'rning oilasida ishlaydigan bir kishi bo'lsa-yu, uning daromadi rasman belgilangan eng kam miqdordan bir oz yuqori bo'lsa, u avtomatik ravishda yordamga muhtoj emas deb hisoblanar edi. Holbuki, ko'pincha bu daromad butun oilaning haqiqiy ehtiyojlarini qoplashga yetmasdi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa iqtisodiy qiyinchiliklar girdobida qolganlar, davlat tomonidan qo'shimcha yordamdan bebahra qolishardi. Endilikda esa vaziyat tubdan o'zgardi. Prezidentimizning tashabbusi bilan va xalqimizning ijtimoiy himoyasini kuchaytirish maqsadida ayniqsa 6 yoshdan oshgan va kam ta'minlangan nafaqaxo'rlar uchun yangi, soddalashtirilgan va samarali yordam tizimi joriy etildi. Bu tizim orqali nafaqaxo'rlarga juda katta miqdorda moliyaviy yordam ko'rsatilishi ko'zda tutilgan. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki ularning jamiyatdagi o'rnini mustahkamlaydi va yashashda sharoitini sezilarli darajada yaxshilashga xizmat qiladi. Eng muhimi, bu yordamni olish jarayoni maksimal darajada soddalashtirilgan bo'lib, har qanday nafaqaxo'rning osonlikcha murojaat qilib uni olish uchun sharoit yaratilgan. Endi hech kim hujjatbozlik sababli yordamdan mahrum bo'lmasligi kerak. Batafsil tushuntirish, nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi kerak shart emas. Keling, endi bu yangi tizimning mohiyatiga chuqurroq kiraylik. Bu yordam tizimi asosan kam ta'minlangan oilalarda yashovchi 6 yoshdan oshgan nafaqaxo'rlarga qaratilgan. Kim kam ta'minlangan hisoblanadi? Bu mezon oldingidan ancha kengaytirilgan. Endilikda oilaning har bir a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha oylik daromad davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajatdan past bo'lsa, bunday oila kam ta'minlangan deb tan olinadi. Minimal iste'mol xarajati har yili qayta ko'rib chiqiladi va aholining real ehtiyojlarini aks ettiradi. Misol uchun, hozirgi kunda bu ko'rsatkich taxminan oyiga 620 ming so'm atrofida. Ya'ni, agar sizning oilangizda 3 kishi yashasa va ularning jami daromadi 1 million maks 33 ming so'mdan kam bo'lsa, siz kam ta'minlangan oila hisoblanasiz va bu yordamga munosibsiz. Keling, bir nechta real misollar orqali tushunishga harakat qilaylik. Birinchi misol. Farg'ona viloyatida yashovchi 72 yoshli Oygul momo yolg'iz istiqomat qiladi. Uning oylik nafaqasi 1 million 200 ming so'm. Oygul momoning daromadi o'z-o'zidan minimal iste'mol xarajatidan 20 ming so'm yuqori bo'lgani uchun oldin u kam ta'minlanganlar qatoriga kirmas edi va qo'shimcha yordam ola olmas edi. Lekin endilikda yangi tizim shartlariga ko'ra, uning oyiga 1 million 200 ming so'm nafaqasi borligiga qaramay, yolg'iz kishi sifatida uning xarajatlari dori-darmon, ovqat, kommunal to'lovlar, qishda isitish xarajatlari hisobga olinadi. Agar Oygul momoning real ehtiyojlari uning nafaqasidan yuqori bo'lsa va u bu haqda tegishli tashkilotga murojaat qilsa, unga har oy uchun qo'shimcha ravishda 500 ming so'mdan 1 million so'mgacha moddiy yordam ajratilishi mumkin.
Bu yordam uning nafaqasidan tashqari beriladi va uni bemalol dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovlar uchun ishlatishi mumkin. Tasavvur qiling, oldin faqat 1 million 200 ming so'm bilan yashagan Oygul Momo endi 1 million 700 ming so'm yoki hatto 2 million 200 ming so'm bilan yashash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu uning hayot sifatini qanchalik yaxshilashini bir o'ylab ko'ring. U endi arzonroq dori izlab yurmasdan o'ziga kerakli dorini sotib olishi mumkin. Issiq ovqatga, meva-chavaga ko'proq pul sarflashga qurbi yetadi. Ikkinchi misol. Toshkent shahrida yashovchi 65 yoshli Abdulla ota oilasi bilan istiqomat qiladi. Uning oilasida o'zi, xotini, u ham nafaqaxo'r va bitta ishsiz o'g'li bor. Abdulla otaning nafaqasi 1 million 300 ming so'm, xotinining nafaqasi 1 million 100 ming so'm. Ularning o'g'li vaqtincha ish topa olmayapti. Oilaning jami oylik daromadi 2 million 400 ming so'm. Oila a'zolari soni 3 kishi. Demak, har bir oila a'zosiga o'rtacha 800 ming so'm to'g'ri keladi. 2400 ming 3800 yurgan. Agar minimal iste'mol xarajati 620 ming so'm bo'lsa, rasman ularning daromadi bu chegaradan yuqori ko'rinadi. Takkasini yeying, 620 ming. Lekin yangi tizim aynan shunday holatlar uchun ham mo'ljallangan. Ular ijtimoiy himoya yagona reyestri tizimiga murojaat qilganlarida ularning real ehtiyojlari, kommunal to'lovlarning yuqoriligi, Toshkentda bu xarajatlar yuqori bo'lishi mumkin. Dori-darmon uchun sarflanadigan mablag'lar inobatga olinadi. Tizim ularning haqiqiy muhtojligini baholab, ularga ham qo'shimcha 300 ming so'mdan 8 ming so'mgacha moddiy yordam ajratishi mumkin. Bu yordam ayniqsa o'g'li ish topguniga qadar oilaning og'irini yengillatadi. Bu esa o'z navbatida nafaqaxo'rlarning ruhiy holatini yaxshilab, ularga davlatning doimiy g'amxo'rligini his qilish imkonini beradi. Uchinchi misol. Qashqadaryo viloyatining qishloq joyida yashovchi 68 yoshli qo'lida bu erta beva qolgan va kichik nafaqasi bilan birga 2 nabirasini boqadi. Nabirlari maktabga boradi. Uning oylik nafaqasi 40 ming so'm. Nabiralarning ota-onasi uzoq muddatga chet elga ishlashga ketgan. Oilaning jami daromadi faqat qo'lida buning nafaqasidan iborat, ya'ni 40 ming so'm. Oilada esa 3 kishi. Qo'lida bu va 2 nabirasi mavjud. Demak, har bir oila a'zosiga o'rtacha 316 ming so'm atrofida daromad to'g'ri keladi. 950 ming, 3000, 316, 796. Bu esa minimal iste'mol xarajatidan ancha past. Qo'lda bu birinchi navbatda shu yordamga to'liq haqli hisoblanadi. Unga nafaqat qo'shimcha moddiy yordam, balki bolalar uchun beriladigan nafaqa ham tayinlanishi mumkin. Uning misolida qo'shimcha yordam miqdori 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mga yetishi mumkin. Shunda holida buvining umumiy daromadi deyarli 2 million so'mdan oshib ketadi. Bu pullar unga nabiralarning o'qish xarajatlari, kiyim-kechak, ovqatlanish va dori-darmon kabi bir qancha muhim ehtiyojlarni qoplashda juda katta yordam beradi. Bu yordam nafaqat holida buvining, balki uning tarbiyasidagi nabiralarning ham kelajagiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Kim xavotirlanishi kerak? Aslida hech kim xavotirlanishi shart emas. Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz va o'zingizni yoki oilangizni kam ta'minlangan deb hisoblasangiz, siz ushbu yordamni olish imkoniyatiga egasiz. Siz shunchaki murojaat qilishingiz kerak. Xavotirlanish shart emas, chunki tizim endi juda soddalashtirilgan. Kim xavotirlanishi shart emas? Agar sizning nafaqangiz va oilangiz daromadi shunchalik yuqori bo'lsa-ki, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan daromad minimal iste'mol xarajatidan ancha oshib ketsa va sizda qo'shimcha yordamga ehtiyoj bo'lmasa, siz xavotirlanishingiz shart emas. Bu yordam aynan muhtojlarga qaratilgan. Lekin shuni unutmang, ba'zi odamlar o'zlarining muhtojligini to'liq anglamasliklari yoki davlat beradigan imkoniyatlardan bexabar bo'lishlari mumkin. Shuning uchun har doim tekshirish va ma'lumot olish ortiqchalik qilmaydi. Balki sizning bugungi ahvolingiz siz o'ylagandan ko'ra ko'proq qo'llab-quvvatlashga loyiqdir. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar. Har qanday tizimda bo'lgani kabi, bu yangi yordam tizimda bo'lgan ekanlar, istisnolar va noaniq nuanslar mavjud bo'lib, ularni bilish sizni ortiqcha ovoragarchiliklardan xalos etadi va yordamni muvaffaqiyatli olishga yordam beradi. Birinchidan, yordamni olish uchun oilaning mol-mulk holati ham e'tiborga olinadi. Agarda sizning oilangizda bir necha kvartira, qimmatbaho mashinalar yoki doimiy ishlaydigan biznes bo'lsa, siz kam ta'minlangan oila deb topilmasligingiz mumkin. Masalan,
Agar Abdulla ota va uning oilasi katta uyda yashasa va uning nomida ikkinchi ijaraga berilgan kvartira bo'lsa yoki oilada 2-3 tadan qimmatbaho avtomobil mavjud bo'lsa, bu holatda ularga yordam rad etilishi mumkin. Chunki bu mulklar ularning moliyaviy barqarorligidan dalolat beradi va ular kam ta'minlangan hisoblanmaydi. Tizim avtomatik tarzda barcha ma'lumotlarni tekshiradi. Shu jumladan sizga tegishli bo'lgan ko'chmas mulklar, avtotransport vositalari haqidagi ma'lumotlarni ham. Shuning uchun murojaat qilishdan oldin o'z mulkiy holatingizni obyektiv baholang. Ikkinchidan, daromadlarni yashirishga urinish jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Ba'zi fuqarolar daromadlarni kamaytirib ko'rsatishga urinishi mumkin. Ammo ijtimoiy himoya yagona reyestri davlatning barcha idoralari, jumladan soliq idorasi, kadastr, ichki ishlar vazirligi ma'lumotlar bazalari bilan integratsiyalashgan. Shunday ekan, sizning real daromadlaringiz mulkiy holatingiz. Shuningdek, oilangiz a'zolarining daromadlari va mulklari to'g'risidagi ma'lumotlar avtomatik tarzda tekshiriladi. Agar noto'g'ri ma'lumot taqdim etilsa, nafaqa tayinlash rad etilishi bilan birga. Kelajakda boshqa ijtimoiy yordam turlarini olishda ham qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Masalan, agar Farhod aka uyida hunarmandchilik bilan shug'ullanib, oyiga 3 million so'm daromad topsa-yu, buni yashirib, faqat 1 million so'm nafaqasi borligini aytsa, tizim uning soliq to'lovlari yoki bankdagi aylanmalari orqali bu ma'lumotni aniqlashi mumkin. Bunday holatda uning arizasi rad etiladi va u keyinchalik ham shu kabi yordamlarni olishda muammolarga duch kelishi ehtimoli yuqori bo'ladi. Shaffoflik va rostgo'ylik har doim muhim. Uchinchidan, yordam turlari va miqdorlari. Bu yordam faqat bir turdagi yordam bilan cheklanib qolmaydi. Minimal iste'mol xarajatidan past daromadga ega oilalarga nafaqalar, balki bolalar nafaqalari, agar oilada 15 yoshga to'lmagan farzandlar bo'lsa, moddiy yordam va ba'zi hollarda hatto turar joyini ijara kompensatsiyasi ham berilishi mumkin. Yordam miqdori oilaning tarkibi, yashash sharoiti, nogironlik holati kabi ko'plab omillarga bog'liq. Misol uchun, agar 70 yoshli Gulnora buvi yolg'iz yashasa va uning nogironligi bo'lsa, unga nafaqa miqdori boshqa yolg'iz nafaqaxo'rga nisbatan yuqoriroq bo'lishi mumkin. Yoki agar u nabirasi bilan yashasa va nabirasi maktabga borsa, bolalar nafaqasi ham qo'shimcha ravishda ajratiladi. Bu holatlar maxsus baholanadi va individual yondashuv asosida qaror qabul qilinadi. Tizim sizning aniq ehtiyojlaringizni baholashga mo'ljallangan. 4-dan, yordamni tayinlash muddati va qayta ko'rib chiqish. Odatda ijtimoiy yordam 6 oy muddatga tayinlanadi. Bu muddat tugagach, siz qaytadan murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu har 6 oyda sizning oilangizning ijtimoiy-iqtisodiy ahvoli o'zgarishini hisobga olish uchun qilinadi. Misol uchun, agar 6 oy ichida sizning oilangizdagi ishsiz o'g'lingiz ishga kirgan bo'lsa va uning daromadi oilaning umumiy daromadini oshirsa, keyingi safar sizga yordam tayinlanmasligi yoki miqdori kamayishi mumkin. Yoki aksincha, agar sizning oilangiz ahvoli yomonlashgan bo'lsa, yordam miqdori oshirilishi ham mumkin. Bu tizimning adolatli va o'zgaruvchan sharoitlarga moslashuvchan ekanligini ko'rsatadi. Bu esa sizning sharoitingiz qanday o'zgarishidan qat'iy nazar doimiy ravishda davlat g'amxo'rligida bo'lishingizni ta'minlaydi. 5-dan, murojaat qilish tartibi va muddati. Hozirda murojaatlar asosan onlayn tarzda amalga oshirilmoqda. Siz mahalladan ma'lumotnoma olishingiz shart emas. Lekin baribir ma'lumotlarni to'g'ri kiritish va barcha savollarga aniq javob berish muhim. Agarda sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki murojaat qilishda qiynalsangiz, mahalla fuqarolar yig'indagi ijtimoiy xodimga yoki mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Ular sizga yordam berishga majbur. Ariza ko'rib chiqish muddati odatda 10-15 ish kunini tashkil etadi. Agar shu muddat ichida sizga javob kelmasa, tegishli nazorat organlariga shikoyat qilish huquqingiz bor. Bu muddatlar belgilangan bo'lib, unga rioya etilishi shart. Shuni ham eslatib o'tish joizki, bu yordam pensiyaning o'ziga ta'sir qilmaydi. Siz pensiyangizni avvalgidek olasiz, bu qo'shimcha yordam esa alohida ajratiladi. Bu juda muhim nuans. Chunki ko'pchilik qo'shimcha yordam olishsa, ularning pensiyasi kamayib ketishidan xavotirlanadimi? Yo'q, unday emas. Bu mutlaqo boshqa mablag'. Pensiya bu sizning mehnat stajingiz va hissa mablag'laringiz uchun. Ijtimoiy yordam esa bu davlatning muhtoj fuqarolarga ko'rsatadigan qo'shimcha g'amxo'rligi. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerak?
Xo'sh, aziz yurtdoshlar, bu muhim yangiliklardan so'ng siz nima qilishingiz kerak? Qanday qadamlar qo'yishingiz lozim? Keling, aniq va tushunarli ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam ma'lumot to'plash. Eng avvalo, siz o'zingizning va oilangiz a'zolarining jami daromadlari haqida aniq ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak. Bu nafaqalar, ish haqi, ijaradan keladigan daromadlar yoki boshqa har qanday rasmiy daromadlar bo'lishi mumkin. Agarda oila a'zolaringizdan kimdir rasman ishlamasa, ularning ishlamasligi haqida ham ma'lumotga ega bo'ling. Bundan tashqari, oilangizda mavjud bo'lgan ko'chmas mulklar, uylar, kvartiralar, uchastkalari va avtotransport vositalari haqida ham aniq tasavvurga ega bo'lishingiz kerak. Chunki yuqorida aytganimizdek, tizim barcha ma'lumotlarni tekshiradi. Ikkinchi qadam minimal iste'mol xarajatini tekshirish. Har yili davlat tomonidan belgilangan minimal iste'mol xarajati miqdorini aniqlang. Buni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy rivojlanish va kambag'allikni qisqartirish vazirligining rasmiy veb-saytidan yoki ishonchli yangilik manbalaridan topishingiz mumkin. Hozirgi kunda bu taxminan 21 ming so'm atrofida. Shundan so'ng oilangizning umumiy daromadini oila a'zolari soniga bo'lib, har bir oila a'zosiga to'g'ri keladigan o'rtacha daromadni hisoblang. Agar bu ko'rsatkich minimal iste'mol xarajatidan past bo'lsa, siz yordam olish ehtimoli yuqori bo'lgan guruhga kirasiz. Uchinchi qadam ariza berish. Arizani berishning eng qulay va samarali yo'li bu yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, ya'ni My-Militeq.Uz veb-sayti orqali onlayn tarzda murojaat qilishdir. Qanday qilib onlayn murojaat qilinadi? My-Militeq.Uz veb-saytiga kiring. Agar sizda shaxsiy kabinet bo'lmasa, ro'yxatdan o'ting. Buning uchun sizga J-Shir jismoniy shaxsning shaxsiy identifikatsiya raqami va telefon raqami kerak bo'ladi. 30 saytning qidiruv maydoniga ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki ijtimoiy nafaqa so'zlarini kiriting. 4. Tegishli xizmatni tanlang va xizmatdan foydalanish tugmasini bosing. Ochiladigan anketani diqqat bilan va to'g'ri to'ldiring. Sizdan oila a'zolaringiz haqida, ularning daromadlari haqida, yashash manzilingiz va boshqa kerakli ma'lumotlar so'raladi. Barcha bo'limlarni o'tkazib yubormasdan to'ldiring. 6. Anketani to'ldirib bo'lgach, ma'lumotlarni tekshiring va tasdiqlang. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lmasa yoki onlayn ariza berishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, tushkunlikka tushmang. Sizning mahallangizdagi mahalla fuqarolar yig'iniga murojaat qiling. Mahalladagi ijtimoiy xodim yoki mahalla va nuroniylarni qo'llab-quvvatlash bo'limi xodimlari sizga bu jarayonda yordam berishga majburlar. Ular sizning ma'lumotlaringizni tizimga kiritishda ko'maklashishlari kerak. Siz borib o'zingizning muammoingizni bayon etasiz. Ular sizdan kerakli ma'lumotlarni yozib olib tizimga kiritishadi. Bu ularning bevosita vazifasidir. 4-qadam zarur hujjatlarni tayyorlash. Ko'pincha tizim avtomatik ravishda barcha ma'lumotlarni tortib olganligi sababli qo'shimcha hujjatlar talab qilinmaydi. Ammo ba'zi hollarda, masalan, agar oila a'zolaringizdan kimdir nogironligi bo'lsa yoki oilada boquvchisiz qolgan bolalar bo'lsa, ushbu holatni tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik guvohnomasi, vasiylik to'g'risidagi qaror va hokazo qilinishi mumkin. Shuningdek, agar sizda yashash joyi bo'yicha propiskadan tashqari boshqa joyda yashayotgan bo'lsangiz, vaqtincha turar joyingiz haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash uchun ham hujjatlar so'ralishi mumkin. Bu kabi istisnolar uchun hujjatlarni oldindan tayyorlab qo'yish maqsadga muvofiqdir. Odatda ariza berish jarayonida sizdan qaysi hujjatlar talab qilinishi ko'rsatiladi. 5-qadam kutish va nazorat. Arizangiz ko'rib chiqishga topshirilgandan so'ng uning holatini My-Aqagov o'z portali orqali shaxsiy kabinetingizda kuzatib borishingiz mumkin. Odatda 10-15 ish kuni ichida sizga javob kelishi kerak. Agar bu muddatdan oshib ketsa va hech qanday javob olmasangiz, darhol murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan joylar bor. Siz xalq qabulxonasiga yoki Adliya vazirligining ishonch telefonlariga murojaat qilib, arizangizning ko'rib chiqilish muddatlari kechiktirilayotgani haqida shikoyat qilishingiz mumkin. Bu sizning huquqingiz. 6-qadam yordamni olish. Agar arizangiz ma'qullansa, sizga SMS xabar yoki shaxsiy kabinetingizga xabar keladi. So'ngra belgilangan tartibda sizga yordam pullari o'tkaziladi. Odatda bu nafaqa plastik karta orqali yoki pochta bo'limlari orqali amalga oshiriladi. Xulosa va yakuniy chorlov. Azizlar, bugun men sizga 6 yoshdan oshgan yurtdoshlarimiz uchun davlatimiz tomonidan berilayotgan juda katta
va muhim yordam haqida batafsil ma'lumot berishga harakat qildim. Siz ko'rdingizki, bu nafaqat bir martalik yordam, balki muntazam ravishda berilishi mumkin bo'lgan moliyaviy ko'makdir. Davlatimiz sizni unutmaydi, hurmatli nafaqaxo'rlar. Sizning hayot sifatini yaxshilash, og'iringizni yengil qilish doimiy e'tiborda. Yodingizda tuting. Bu yordam faqatgina shunchaki pul emas, balki sizga bo'lgan g'amxo'rlikning amaliy ifodasidir. Agar siz yoki yaqinlaringiz ushbu yordamga muhtoj bo'lsa, hozirgi imkoniyatdan foydalaning. Bu oson soddalashtirilgan va juda samarali tizimdir. Ortiqcha byurokratiya yo'q va sizning haqingiz bo'lgan yordamni olishingizni hech kim cheklay olmaydi. Iltimos, ushbu videoni imkon qadar ko'proq yoshi ulug' insonlarga, ota-onalaringizga, bobo-buvalaringizga va qo'shnilaringizga yuboring. Ular bu ma'lumotdan bexabar bo'lishlari mumkin. Ularning hayotini yaxshilashga o'z hissangizni qo'shing. Sizning fikringiz biz uchun juda muhim. Ushbu yangi yordam tizimi haqida nima deb o'ylaysiz? Sizningcha yana qanday yordam turlari joriy etilishi kerak? Kommentariyalarda o'z fikrlaringizni, savollaringizni yozib qoldiring. Har bir kommentariyaning javobini o'qishga harakat qilaman. Va nihoyat, agar video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi, muhim va foydali ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta motivatsiya beradi. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.